Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va arzi bilan qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji sotida 2018-yili Sharq Turkistonda saqchi bo'lib ishlagan va hozir Germaniyada siyosiy panohlik turayotgan Wang familiya Xitoyning sotda bergan guvohligi o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash uchun ichki va tashqi jihatda jiddiy harakat olib berayotgan Xitoy hokimiyatining qattiq sarosimiga solgan nuqtalarning biri edi. Chet-ellik kuzatuvchilar bu Xitoy saqchining Uyg'ur sotida bergan guvohligi sotdagi boshqa guvohchilarning arz bayonlarining rostchiligini yanada kuchli holda dalillab berdi deb qaramoqda. Albatta bu Xitoy saqchining Uyg'ur sotida guvohlik berishi chet ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni hang-tang qoldirgan qiziq nuqtalarning biriga aylandi. Undaqda bu Xitoy saqchining Uyg'ur sotida guvohlik berishining orqa ko'rinishi va jarayoni qanday bo'ldi? Bu vaqtda sizlarni yanada tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining havolasi bilan Uyg'ur sotini dalil isbotlar bilan ta'minlash va guvohchilar bilan Uyg'ur soti o'rtasidagi aloqa xizmatlariga mas'ul bo'lgan Markaziy Oslodagi Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori, Norvegiyadagi Uyg'ur komitetining raisi hurmatli Baxtiyor Umar apandimni alohida taklif qildik. Hurmatli Baxtiyor Umar apandim, programmamizga xush keldingiz. Rahmat, xush bulduk. Hurmatli Baxtiyor Umar apandim, xuddi men boya yuqorida deb o'tganimdek, bu qidimqi Londonda chaqirilgan Uyg'ur sotining oxirgi kuni, ya'ni 6-oyning 7-kuni Wang Lijian ismli sobiq Xitoy saqchisining bergan guvohligi hammamizni hayron qoldirgan bo'ldi. Oldi bilan siz bu Xitoy saqchining sotda bergan guvohligining asosli mazmuni haqida qaytadan biroz izohat berib o'tamsiz? Buldu bu Xitoy saqchininki sotda bergan guvohligi naq maydondan taqdirlanganligi uchun ham buniki tekstimi sotninki tor betida bor bo'lganligi uchun men qisqacha shu mazmunliq yerdan so'zlab o'tay. Hamda buniki bizga ta'minlagan uchurlari nihoyatda jiq. Bu sotda ta'minlagan uchur voqeat ham shu sotninki tartibi sababli uniki nihoyatda yo'qdi bir qismi deb aytishga bo'ldi. Hem bu yerda Xitoyninki ta'minligini birlashma kontrol markazi deydigan bir nimani sotdi deb o'tdi. Hem bu shu Uyg'urlarniki chiroy tunish, ovoz, ko'z olmasini tunish ham shu chiroy ifodasi orqali kontrol qilgan sistemani demakchi. Hem buniki shu birlashma kontrol markazi amaliyotda bu yerlik doiralar emas, markazdan boshqariladigan bir hatto butun Sharq Turkistonni qoplagan bir boshqarish markazini ko'rsatib o'tadi. Demak, bu orqali Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning qanday bir shaklda elib berilayotganligini yo'ritib berdi. Anandagi Sharq Turkistonda turgan bir necha oyning ichida Uyg'urlardan 300 mingdan ortiq odamning tutilganligiga dalil berdi bu. Demak, bir Xitoy saqchiniki bunda bir sotda bir necha oyning ichida 300 mingdan ortiq Uyg'urniki lagerlarga tutilganligi o'xshash bir dalilninki berilishi intayin muhim. Anandaki shu Uyg'urlarniki siyosiy arxiv ko'rinishi, ya'ni Xitoy hokimiyati tarafidan bu Uyg'urlarga terrorlik qalpog'ining kiydirilganligi, anandan keyin shu butun Uyg'urlarga dushman nazarda past muomala qilganligi, xohlagancha jazolaydiganligiga o'xshash mushu nuqtani yo'ritib berdi. Anandan keyin saqchilarga berilgan alohida huquq. Bu yerda saqchilarning majburiyatining surishtirilmaydiganligi, har qanday jazolash usullarini qo'llana oladiganligi bu narsa yo'ritib berildi. Ham mush to'g'riliq o'z guvohlik berdi. Anandan keyin buningki degini ayni vaqtda 15 mingdan ortiq hech qanday madaniyat saviyasi yo'q Xitoyning Sharq Turkistonga yo'tkilib saqchi qilinganligi. Hatto bularning qonun emas, oddiy madaniyat saviyasiniki nihoyat kamchil Xitoylarning yo'tkalganligiga o'xshash bu bir nuqta Sharq Turkistondagi ahvolniki naqadar ichinishlik ig'irligini ko'rsatib berdi undan boshqa. Anandaki shu akagan saqchi Xitoylarga qandoq odam jazolashning o'rgatilganligi. Bu yerdagi rezil vositalar, usullar bu yerda eng ashadiylardan bu erlar ayollarniki
jinsiy a'zolarga to'kliq asablarni tiqib ashundoq jazolashga o'xshash nihoyatda adam qalbidan chiqqan zo'ravon vositalar orqali odamlarni jazolaydiganligi bu odamni nihoyat tushirgandirdi ham buni shu xitoyning og'zidan butun dunyo sot orqali oldi. Men buningki deganlari to'g'riliq shunchalik deb aytay hozircha. Rahmat hörmətlik Baxtiyar Ömər əfəndim, yuqurda bu Xitay saqçının Londonda qurilgan Uyghur sotida guvohlik bergan guvohligining bir qismini deb o'tgan bo'ldingiz. Agar ekran oldi ko'rmanlar buning tafsilotiga qiziqsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining YouTube adresiga kirib buni shu vaqtda naq maydon taqitish yo'nalishini ko'rib olsa bo'ladi. Endi hörmətli Baxtiyar Ömər əfəndim, bu Xitay saqçının sotda guvohlik berishning orqa ko'rinishi haqida biroz qisqacha ma'lumot berib o'tamsiz. Ya'ni bu Xitoy guvohchini qanday topdinglar? Nima uchun Xitoy maskalarni taqab, ko'zoynaklarni taqab, hatto ovozlarini o'zgartib, shu holatda bu sotqa chiqdi. Shu haqida ekran oldi ko'rmanlarga biroz ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Endi buni men savolingizning oxiridan boshlab so'zlab o'tgim keldi. Endi shu Xitoy sotdan tushiblar biz bilan paranglashdi. Albatta, shu sotqa chiqqan guvohchilarning hammasiniki psixika jihatda yordamga muhtoj bo'ldi. Chunki nihoyat og'ir besimda chiqdi. Onun degini men oilamdagilarni doğu tikib chiqdim. Men hozir nihoyat ansirayotiman. Men yuz ko'zimni yo'gab, ovozimni o'zgartirishni talab qilib chiqqan bo'lsammi, Xitoyningki sistemasi meni nihoyat oson tepib oladi. Hozir mening bolalarim ham ayolim nihoyat og'ir xavf ichida deb shu gapni qildi bizga tunji bo'lib degan gapi sotdan tushibchi. Endi bunun orqali bu Xitoyniki nihoyatda og'ir besim bilan sotqa chiqqanligini ko'rib olishga bo'ldi. Andan keyin bu bunday aytgan chog'da nurg'un yerlarga sinab qilib o'zininki qo'lida bor materiallar ham o'zi ta'minlamoqchi bo'lgan shu Xitoy kommunist hokimiyati to'g'riliq materiallar ham bu to'g'riliq uchurlarni bir necha yerga sinab qilib berib baqqan. Hem şu to'g'riliq uchurlarni egallab baqqan, lekin bu unumli bir shaklda qabul qilinmaganligi uchun oxirida bu Dunyo Uyg'ur qurultayini bevosita izlagan. Hamda biz ayni vaqtda buning shu Dunyo Uyg'ur qurultayini izlashini bizdan nihoyat shubha, gumonliq bir tuyg'u bergan. Bunday aytgan chog'da har qanday odam izlaydi, uning ustiga bu yerda har xil shakllarda aramizga kirish uchun qilgan ahvollarmi bo'ladi. Bu ham bo'pmi o'tgan. Şunun biz nihoyatda ehtiyot bilan buningga muomala qildik. Lekin keyin bergan materiallarninki jiqligi ham buningki so'zlab o'tgan so'zlarninki chinliqqa uyg'un ekanligi. Bunday aytgan chog'da bu bizni izdigili 2 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Hatto biz o'tgan yil yozda buning bilan maxsus bir ko'rishish o'rinlashtirib, 3 odam ko'rishgan bo'ldik. Bu yerda biz buningki deganlarini butunlay rost deb aytolmaymiz, lekin yolg'onligiga bir isbot topolmadik. Manda deb tushundirsak bo'ldi. Hatto buniki shu doktor Xolmurod G'ofurninki nima sababdan tutilganligidek shunday ahvollarni bilishi ham uni bizga ma'lum qilishi, hatto buni shu sotning guvohligida o'tirib qo'yishi bu Xitoyni sotga ilib chiqishdagi sabablarning birisi. Rahmat hurmatli Baxtiyar Ömər əfəndim. Әмді bu Xitayның әмді болыпмы bir Xitay сақчының avval sizlərə vədi berib, әмді sotqa çıxıb guvahlıq bermədib. Әм sotqa çıxqandan keyin vədisindən yeni edib Xitay hakimiyyətini aqlaş və ki o yerki şahidlərin guvahlıqlarını yalğanğa çıxırışdan əndişi qıldınlarmı? Yoki sotda avval bu Xitayның imzalıq yazma guvahlıqını aldın iğvağanmı? Bu vaqtda siz qanday qaraysiz? Әмді şu Xitay'naki sotda o'tlagan vaqtda biz nihoyatda jiddiyleşib o'rnimizda ara o'tladik desak bo'ldi, talab. Çünkü her qanday bir ahvolning yuz berish imkoniyati botdi. Hem buningdan burunmi shunga o'xshash sotlarda sotdan burun bir xil, sotda bir xil gap qiladigan ahvollar boshqa sotlarda yuz bergan. Shuning uchun biz amaliyotda Uyg'ur adliya arxivlari buni sotga qatnashtirishni hech o'ylab boqmagan. Bunu sotqa qatnashtirishninki bunday aytgan chog'da Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi bu ahvollarning hammasidan tafsiliy xabardor bo'lganligi uchun buning sotqa qatnashishining nihoyat muhimligini o'zi qaror qildi, ham bizga bu xizmatni topshirdi. Shuning bilan bu xizmatni biz elib bordik, uningdan guvohligini elib ko'rishgan chog'da
biz bunun bilan ko'rishgan bo'lsakmi, lekin sud to'g'riliq tayyorlik xizmatlari u chog'da boshlanmagan. Hamda buningga jur'at qildiganga shaxsan men yoki boshqalarda meningcha unda bir jur'at yo'qdi bir Xitoyni sudga elib chiqadiganga. Bu butunlay shu To'lqin Naysa apandininki dodillik bilan mandachin qanchalik tavakkulchilik bilan bu Xitoyni ko'rsatishi shuning bilan sudga chiqildi. Hamda hatto Dünya Uyghur Qurultayı'ndaki muavin reisi Ferhat Yurunqaş Efendi sotninki şu kuni nihoyatda beram bo'ldi bu Xitoyning tizimligi ismini ko'rib, hatto nihoyatda cho'chib ketdi desak bo'ldi. Chunki bu nihoyatda maxfiy tutilgan boshdan oyoq. Haqiqatan biz qo'rqdik, qo'rqmadik emas, lekin ashundoq bir jur'at qilishga, ashundoq bir tavakkul qilishga muhtojdik. Uni To'lqin Aysa Efendi qildi. Xudoga shukri, biz kutgandimi yaxshi bir natija bilan bu guvohligini berdi. Rahmat hörmətli Bəxtiyar Ömər əpəndim. Siz yuqoridami gaplaringizda, so'zlaringizda aytib o'tdingiz, ya'ni bu tunji qitimliq Angliyadagi Uyg'ur sudida isbot anglash yig'indagi bu Xitoyni biz qoyil qilish va uni bu sudga ochish uchun nurg'ulg'an oqibati xizmatlarni ilib bordik deb. Endi shuningga o'xshagan xizmatlar bu tunji qitimliqmi yoki biz bilmagan boshqa shu haqida xizmatlarni olib beryapsizlar? Shu haqida ozroq ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Albatta buniki diğerlerini ispatlash uchun biz xeyli kuchdik. Men degandek 2 yildan ortiq vaqt ketdi. Bu yerda boshqa qarindoshlarım bor. Bexatarlik tufaylidan ularning ismini oshkorlashga bo'lmaydi. Lekin ko'p kuchni shular chiqargan. Men faqat bu ishga aralashqili 1 yilga yaqin bo'ldi desam bo'ldi. Bo'lib mashina bilan ko'rishishning oldi keyinda çünkü bunun diğerleriga biz yolg'on ekanligini isbotlab olmaganligimiz uchun nihoyatda uzun telefon orqali yo boshqa vositalar bilan ko'rishish, uningki qo'ldagi nurg'un materiallarni bizga ta'minlash ahvollar bo'ldi. Keyin buningki haqiqatan bizga asqatadigan yoki asqatmaydiganligini bilish uchun xudo shu CIA'ning kinolarida o'tgan yil yozda bir ko'rishish qildik biz uchimiz. Bunun da tafsilotini deb o'tirishninki menimcha ancha zaruriyati bo'lmasligi mumkin. Lekin buning bilan shu chunki biz o'zimizning bexatarligini ham bu Xitoyninki bexatarligini qo'g'digan asosda buni ma'lum yerga olib chaqirib bundacha 2 kun shuning bilan suhbat o'tkazdik. Buning bexatarligiga sirtda kishilar hamkorlashgan bo'ldi. Hatto yerlik bexatarlik o'rinlari buningki diğerlarining rossiyaganligini isbotlash uchun onun hamkorlashgan bo'ldi. Faqat qurultaylar emas, biz ma'lum vositalar orqali buningki gaplarning rossiyaganligini isbotlashga tirishdik. Andan keyin siz bu tunji qatimliqmi yoki bunga o'xshash xizmatlar burun elib berilganmi dedingiz. Haqiqatan bunday xizmatlar mening qatnashganimdanmi bir nechtasi bor. Nihoyat maxfiy hozirgacha hech kim buni oshkorlab boqmadi. Chunki xizmat oshkorlangandan keyin bu xizmatlarning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Chunki bu uzun mezgilga so'zildi. Masalanga o'tgandagi Amerikadagi Xitoyninki tuyuqsiz suhbatdan keyin yuz o'rib Uyg'urlarni tishlab tortishimi shunga o'xshash bir ahvol. U Xitoyning kimligini oq ko'rinishi bilsa, u Xitoy Uyg'urlarning haqidan yugurib yurgan o'zini demokratik bir Xitoy ko'z tutish uchun kuchab yurgan bir Xitoy ayni vaqtda bir necha yilning oldida. Lekin ayni shu ko'rishishdan keyin o'zining abdi bashirisini oshkorlab Uyg'urlarni terrorlikqa chetishga, hatto Uyg'urlarniki tarixdan buyon terrorchi ekanligini isbotlashga tirishdi. Lekin shuning bilan birga bu Xitoymi ham o'zininki xalqarodagi shundaqli hatto Xitoylarning orasidagi obro'yini inovatini to'kkan bo'ldi. Biz hech kimga mangu ishonmaymiz. Hech kimni mangu do'stmi deb qarayolmaymiz. Chunki ish manfaat ham siyosatning o'zgarishi shu kishiningki o'zgarishi bilan o'zgarib turdiki. Shuningga bizmi buni mangulik bizniki do'stimiz deb qarasak bo'lmaydi. Xuddi siyosatninki mangulik do'st yo'q, mangulik dushman yo'q, mangulik do'st yo'q degandek bu yerda bir manfaat munosabati bor. Chunki bizning dushmanimiz o'xshash u Xitoy bilan. Andan keyin tilg'ab o'tsak, masalan,
Albaniyadagi 5 Uyg'urninki qutuldirib chiqilishi. Aşımı dal muşunun o'xshash bir nihoyatda murakkab xatarga tavakkul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'zining xodimini avatib, o'shada hatto soqchilarning mashinasining orqaga odam qo'yib, o'zlari iziga tushib ularninki nada nima ish qilayotganligini ahvolini egallab, ashunda nihoyatda bir xatarlik bir bosqichlardan keyin qutqizib chiqqan. Buningdan boshqa Taylanddagi Uyg'urlarni, 10 necha Uyg'urni shu yerda qutqizib chiqish voqeasimi buni ayni vaqtda buni oshkorlaganmi bo'ldi, qandaq bir oq ko'rinishda kimning buyrug'i bilan berib kimninki shu Taylanddagi Uyg'urlarni bexatar shaklda shu yerdan qutqizib chiqqanligi to'g'riliq. Bundaq ishlarni so'zlab kelsak jiq, lekin bexatarlik nuqtasidan ham bizning xizmat majburiyatimiz nuqtasidan oshkorlashqil bo'lmaydi. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyi burundan har tarafda har xil ehtimolliklar, har xil fursatlarni ching tutib bu xizmatlarni ishlab keldi desak bo'ldi. Rahmat, hurmatli Baxtiyor Umar apandim. Sizmi deb o'tdingiz, ya'ni Xitoy guvohlik bergichi bizmi bir xil ansirash ichida o'tirdik deb. Bu Xitoy o'zining guvohligini berib bo'lgandan keyin nimalarni his qildingiz? Bu hodisani hozirgacha oshkor maydonga chiqib guvohlik berishdan o'zini qochirib kelgan buning pushqoqlardagi Sharq Turkistonlar uchun qattiq bir ibrat va or-nomus deb tushunamsiz? Oxirida mushu haqida o'zingizning ko'ngil so'zlarini ilib programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Endi bu Xitoyninki manda aytgan chog'da bu Xitoyninki o'zimi Xitoyninki zulmiga uchirgan ham adolatsizlikka uchirgan bir ziyonkashlik uchirg'uchi bu. Shu sababdan bizning qatorimizga qatilib Xitoy hokimiyati to'g'riliq guvohlik berib, Xitoyninki nima Uyg'urlarga nima qilganligi ham irqiy qirg'inchilikni qanday bir yo'sinda elib berayotganligi buni so'zlab o'tdi. Amaliyotda bizmi ayni vaqtda nihoyatda beyram bo'ldik desak bo'ldi. Sotdan keyin albatta hammamiz xushal bo'ldik. Bizningki qilgan ayni vaqtdagi tavakkulchiligimiz to'g'ri elib berilgan, ham to'g'ri bir qaror bilan bo'lgan. Endi bu sot Xitoyning o'z degandek oilasidagilarni bunday aytgan chog'da do'g'ri tikib, chunki uning oilasidagilar yana shu Xitoyda. Buni to'nib bilish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Shundaqdan bu maydonga tushib o'zi guvohlikdan o'tdi. Endi har bir odam qo'rqmaydi emas. Har qanday bir qahramonmi qo'rqidi, har bir odam qo'rqidi, lekin bu yerda bir ishga niyat qilib, shu ishni boshqa chiqish uchun uningga bir g'ayrat, tirishchanlik kerak, bir izchil niyat kerak. Endi biz Uyg'urlarningki hozirgacha bergan guvohliklarini epatsak tutilgan songa nisbatan yo'qning o'rnida deyishga bo'ldi. Biz hozirgacha bir 10 mingdan ortiq guvohlikni chiqqan bo'lsakmi, bu lagerlarda solinayotgan qo'yib berilgan bo'lsin 3 milliondan 5 milliongacha deb aytyapmiz. Bu son uchun bu 10 mingdan ortiq odam hech nima emas. Hatta lagerga kirib chiqqan lager shohidlarimi necha 10-100 ga yaqinligini biz bilamiz. Mayli Yevropada bo'lsin, mayli O'rta Osiyo, Turkiyada bo'lsin. Bu kishilarni ham biz tanıymiz. Lekin bu kishilar o'zining hozirgacha sotqa yoki boshqa shaklda guvohlik berishni rad qilib keldi. Buningga bir javob bermak tas. Endi nomus deb qarasaqmi bo'ldi, qo'rqinish deb qarasaqmi bo'ldi. Bu kishilar hech qachon o'zini millatniki bir a'zosi yoki men mush millat uchun to'p qo'shishim kerak deb o'ylamaganligi uchun o'zidagi faqat shaxsiy ya oilaviy ko'z qarash bo'lganligi uchun bularda bir to'p qo'shish qarashim bo'lmaydi. Lekin mushundaq ahvollarningki sotninki ichilishi ham guvohchilarningki bag'asir chiqishi hatto Uyg'ur tugul Xitoylarningki bu Uyg'urlarningki irqiy qirg'inchiligiga ko'krak kerib chiqib guvohlik berishi har bir Uyg'urni o'ylantirdi deb o'ylayman. Shuningga bizningki texicha guvohlik bermagan lager shohidlarimiz bo'lsin, boshqa urug' tuqqanlar uchun guvohlik bermoqchi bo'lgan yoki berishni texicha ikkilanib turganlar bo'lsin, menimcha o'ylanib beqish kerak, o'zidan vijdoniy so'roq qilib beqish kerak. Hurmatli Baxtiyor Umar apandim.
Angliya Uyg'ur sotining tunji qitimliq isbot anglash yig'inini tugatib, 9 oydagi ikkinchi qitimliq, ya'ni oxir qitimliq isbot anglash yig'iniga tayyorlik xizmatlarini qilayotgan shundaq aldirash vaqtingizda bu programmamizga qatnashib berganligingiz va qimmatli ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat, mana bu fursatni berganga. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimli Uyg'ur ovoz suhbat programmamiz shu yerda oxirlashdi. Yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Keyingi qitimli programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.